gohi holatlarda o'tirib o'ylab ko'rganmisizlar? Mana har bitta odam, mana 1849 ta odam o'tirib o'ylab ko'rganmisizlar? Mana men o'ylaman. Va nima o'zgaradi, nima bo'ladi deb o'zingizga savol berganmisizlar goh holatlarda? Nima bo'ladi? Mana men o'ylaman. To'satdan keldi, Azroil farishtasi ras omonatni olib ketdi. Shu, meni rizqim tugadi bu dunyoda. Boshqa bir soniya nafas olishga haqqim yo'q. Nafasim, olgan nafasim chiqmadi, chiqqan nafasim qaytib kirmadi. Shundan keyin dunyoda nima o'zgarishlar bo'ladi deb o'zingizga savol berganmisizlar? Goh holatlarda katta ketamiz, dunyolarni buzib yuboramiz deymiz. Nima o'zgaradi deysizlar? Ishonasizlar, mana shu turgan svetofor mana yashil yondi, mana yuryapmiz. Shu yashil 5 sekund kechroq yonmaydi ham даже. Ya'ni ketayotgan avtobus ham to'xtab qolmaydi, u ham ketadi. Ha, misol uchun. Eng yaxshi ko'rgan insonlarimiz ham bir hafta 10 kun yig'laydi. Hattoki dunyoda biza uchun jonni beradigan onalarimiz ham yoki aksincha onalarimiz o'tib qolsa biz ham 10-15 kun, 1 oy, uzoq 2 oy eslab yuramiz va yana sekin o'sha seriallarni ko'rishni boshlaymiz, o'sha Instagramga kirishni boshlaymiz yoki kinolarni ko'ramiz, yana o'sha ovqatimizni qilib yeymiz. Shuning uchun, allo